Assalomu alaykum, hurmatli kanalimiz kuzatuvchilari. Bizga berilgan savollarning eng ko'pi pistani qaysi oyda, qaysi vaqtda ekkan ma'qul? Pistani ikki vaqtda ekib bo'lmaydi. Biz tajribamizdan kelib chiqib aytamiz, ikki vaqtda ekib bo'lmaydi. Birinchisi chillada, ya'ni yer muzlagan paytda qishda ekib bo'lmaydi. Ikkinchisi saratonda, yer rosa issigan paytda ekib bo'lmaydi. Undan payt levoy paytda eksa bo'ladi. O'zimiz mart, aprel oylarida ekib barga topganmiz. Mana hujjatlarimiz bor. Bu yerda juda ko'p bor. Hozir aprel oyida ekish tavsiya qilamiz. Chunki aprel oyida to noyabr oyigacha yozgi, bahorgi, kuzgi quyoshni ko'rib, ancha tanasi pishib, qishga moslashib turadi. Inshaalloh o'zimiz ham erta bahorda ekib barga topganmiz. Kimdir yozda ekib barga topgan, kimdir kuzda ekib barga topgan, lekin biz bahorda ekib barga topganmiz. Shuning uchun bahor oyida tavsiya qilamiz ekishlarni. Ko'chatlarimiz bor, donaga ham, optimga ham bor. Inshaalloh ekib berish xizmatlari ham bor, dastlabki xizmatlari ham bor.